Hammasi Ikkinchi jahon urushidan keyin boshlandi. Yaponiya vayron bo'lgan iqtisodiyotni tiklash uchun iqtisodiy mo'jiza strategiyasini tanladi. O'shanda kompaniyaga sodiqlik va sutkasiga 12-16 soat ishlash milliy qahramonlik darajasiga ko'tarildi. Ammo vaqt o'tishi bilan bu madaniyat inson organizmi ko'tara olmaydigan darajaga yetdi. Karoshi bu odatda yurak xuruji yoki insult natijasida yuz beradigan o'limdir. Inson organizmi doimiy stress va uyqusizlik tufayli o'chib qoladi. Yaponiya hukumatı har yili yuzlab, ba'zan minglab o'lim holatlarini aynan karoshi sifatida qayd etadi. Buning iqtisodiy muammoga aylanishiga sabab esa ishchi kuchining yo'qolishi. Eng tajribali va mahsuldor mutaxassislar aynan o'zining eng cho'qqisiga chiqqan davrida hayotdan ko'z yumadi. Ikkinchidan, bu ijtimoiy xarajatlar. Hukumat va kompaniyalar karoshi tufayli vafot etganlarning oilalariga millionlab dollar tovon puli to'lashga majbur bo'ladi. Eng qizig'i, Yaponiyada odamlar ko'p ishlaydi, lekin ish unumdorligi boshqa rivojlangan davlatlarga qaraganda pastroq. Chunki charchagan odam samarali ishlay olmaydi. U shunchaki ofisda ko'proq vaqt o'tkazadi xolos. Hozirda Yaponiya hukumatı buni to'xtatish uchun turli choralar ko'ryapti. Premium Friday e'lon qilinmoqda. Ofislarda chiroqlar majburiy o'chirilmoqda. Hatto ishchilarni ofisdan haydab chiqaradigan maxsus dronlar ham o'ylab topilgan. Karoshi shunchaki ibora emas, balki Yaponiyaning rasmiy tibbiyot hamda iqtisodiy muammosiga aylanib qoldi. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlar uchun Tangozga obuna bo'lishni unutmang.